Bugun Eron harbiy dengiz kuchlari muhim bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, Hormuz bo'g'ozidan ruxsatsiz o'tishga harakat qilgan har qanday kema nishonga olinishi va yo'q qilinishi mumkin. Bu ogohlantirish dunyoning eng muhim dengiz yo'llaridan biri bo'lgan Hormuz bo'g'ozidagi keskinlik yana oshganini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron harbiylari bo'g'ozdan o'tadigan barcha kemalar oldindan ruxsat olishi kerakligini bildirgan. Mutaxassislarning aytishicha, bu qaror mintaqadagi xavfsizlik vaziyatining hanuz barqaror emasligini anglatadi. Hormuz bo'g'ozi dunyodagi eng muhim energiya yo'llaridan biri hisoblanadi. Har kuni millionlab barrel neft aynan shu dengiz yo'li orqali xalqaro bozorlarga yetkaziladi. Shuning uchun bu hududdagi har qanday keskinlik global neft narxlariga va xalqaro savdoga bevosita ta'sir qiladi. Ekspertlarning fikricha, agar bo'g'ozdagi harakatlar cheklansa, bu dunyo iqtisodiga sezilarli bosim o'tkazishi mumkin. Mutaxassislarning aytishicha, bu ogohlantirish AQSh va Eron o'rtasidagi davom etayotgan keskinlik fonida berilgan. So'nggi haftalarda mintaqada harbiy faollik oshgani ham kuzatilmoqda. Ba'zi manbalarga ko'ra, ayrim kemalar bo'g'ozdan faqat Eron harbiylari bilan kelishilgan holda harakatlanmoqda. Hozircha vaziyat to'liq barqarorlashgani yo'q va xalqaro hamjamiyat ushbu hududdagi rivojlanayotgan vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.